Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Anchadan beri yangi, ya'ni yurilgan mashinalarning yangi videolarini qo'ymayapsiz. Yurilgan mashinalar bo'lsa qo'yib turing deb mijozlarimiz juda ham ko'plar. Ayniqsa Rossiyadagi obunachilarimizga alohida assalomu alaykum. Sababi tindirishmaydi, rosa telefon qilishadi. Joningiz sog' bo'lsin. Yurilgan avtomobillar bo'lsa chiqarib turing. Anchadan beri obzor qilmayapsiz mashinalarni deb juda ko'plab Telegramimga ham, WhatsAppimga ham, Instagramga ham, YouTube'imga ham kommentarlarga yozib tashlaydigan mijozlarimiz uchun mana bitta bugun topoviy eng full komplektasida Jitor X70 Plus svejisidan topib keldik. Mashina yangi, xudo xolasa jiyan o'tib ketyapti. To'xta, o'tirsa. Yoshlar mana ko'rasizlarmi? Naushnikda shularni eshitdi, dissin qilib o'tib ketyapti. Mayli, ahamiyat bermaymiz. 70 Plus full, eng fulli bu. Xo'p, nima farqlari bor deydigan bo'lsa, bu 70 Plus full 1.5 va 1.6 ning oddiy pozitsiyasidan farqi, bu mashinamizda adaptivniy cruise control bo'ladi. Asosiy farqi cruise control adaptivniy bo'ladi. Undan tashqari faralar muzikalniy ritmga o'ynaydi, ya'ni Tesla'nikiga o'xshab 40 sekund davomida muzikalniy ritmga o'ynaydi. Avtomobilimiz kraskasi top toza, yili 2023-yil. O'zimizdan avtomobilimizdan oktyabr oyida olganlar, trading xizmatiga olib keldilar. Xudosa boshqa mashina olish niyatiga bor ekan, shuning uchun almashtirilyapti. 12189 kilometr. Men bilasizlar, sizlarga har doim aniqni aytganman. 12189 kilometr yurgan. Sidenlarida farqlarini yaxshilab tushunib olinglar. Sidenlari isitadi, sovutadi. Bu hali 1.5, 1.6 paysa emas. 1.6 ni eng fullda. Sidenasi isitadi, sovutadi. 3 ta monitorli bo'ladi. Ya'ni klimat kontrol uchun bu yerda ko'rasizlar, alohida 3-monitorlari bor. Bu yerda asosiy displeyi 1.5 ta, 1.6 ta mana joyda monitor bo'lsa, fullida 3-paysa, ya'ni luxury nomligida mana ko'rasizlar, podsetkalari ham bo'ladi. 3-monitori ham bor. Ya'ni klimat kontrol boshqaruv polni mana shu tarafdan boshqariladi. Eco Sport normal rejim bo'ladi. Kamerasi 540 gradus bo'ladi bunda. 360 bilan 540 ga nima farqi bor degan bo'lsa, teg qismini ham ko'rsatadigan bo'ladi. Ham kachestasi 1.6, 1.5 dan ko'ra bu ancha tiniq bo'ladi. Kachestasidan ko'radigan bo'lsak, men o'zim olganimda shu 70 Plus full, o'sha luxury eng fullini haydagan mana orqasi oldi. 360 mana turganda, mana ko'rishi hammanaqasi ko'rsatib turadi. Buni bossam mana 360 gradus kamerasi. Xalq tilida 360 deyiladi, lekin bu o'ziniki 540. Zavodskoy video registratori ham bo'ladi. Yonidan fleshga tiqib qo'ysanglar, mana bu joyda alohida porti bor. Yo'ldan tizsa zavodskoy video registratorlari ham bo'ladi. Adaptivniy cruise control. Mashinamiz sveji, egalari hadyaga olishgan. Xudo xolasa mashinani shu sotib yengilab beraylik, sovg'aga deyapti. Shuning uchun xudo xolasa olib kelib mashinani sotuvga qo'yamiz. Paroglari bor. 12000 kilometr yurgan, kraskalarni tekshirtirdik. Kasabraqlarimiz toza ekan kraskasida. Ozgina undan joylarda miyadinachalari bor ekan. Hozir ko'rinadimi yo'q? Xullas juda mayda-chuda miyadinasi va bunaqa joylarda bor edi, lekin chiqartirsa bilan unaqa strashniy emas u. Lekin kam yurgan 70 Plus full so'rayotgan akalarimiz uchun juda ham zo'r variant. Novodagi qanaqadir anaqa nimalari yana tushunmasanglar telefon server. Eng asosiy detallarni aytaman. 1.6 turbina, 197 soat kuchi, rasxodi 8 litrdan bosib yursanglar 12 litrgacha rasxodi chiqadi. 12 litr rasxod bunaqa avtomobilga zo'r. Sababi Gentrada yurayotgan mashinamizda ham 14 litr, 14,5 litr atrofida rasxod qiladi avtomobil. Bu esa, men ko'rayotgan bo'lsanglar, 12 litrgacha maksimum chiqadi. Endi bosib yurishga qarab rasxod o'zgaradi. Hamda benzinliga ham o'zgarish mumkin. Ya'ni quyayotgan benzinliga ham bog'liq. Propan qo'ysa bo'ladimi degan savol tabiiyki tug'iladi. Propan qo'ysanglar bo'ladi. Faqat yaxshi joylarda qo'yishni maslahat beraman, chunki ana arzonini qo'ysanglar, ertaga propanni bar turbina motorda tufta narsa qo'yib qo'ysanglar, ertaga ortiqcha rasxod qilishiga to'g'ri kelib qoladi. Zavodskoy balonlarda, o'sha zavodskoy holatda bitta parol qo'yilgan ekan. 12000 kilometr yurgan, 723 kraskasi toza. Eng qiziq joyi, narxi $22900 qo'yilyapti. Faqatgina naqdga sotiladi. Avtokredit, yana nima deydi, rassrochka variantlari yo'q bu avtomobillar, faqatgina naqdga. Telefon qilsangiz yana sunnatdagi ozgina o'tib beramiz. 1.5, 1.6larni ham, arzonlarni ham qo'yganmiz, lekin farqi bor. Farqiga, misol uchun full bilan oddiy paysalarni solishtirmaylar, sababi full, misol uchun boshqa brendlarda ham 7 ta, 8 ta paysalar bo'lsa, bu avtomobillar Xitoyda pozitsiyasi ko'p. Bu shu eng fulli luxury komplektatsiyasi, xudo xolasa sotuv keldi. Narxi 22900. Pastda o'zimning nomerim bo'ladi. Telefon qilsangiz yana ozgina sunnatga o'tib beramiz, chunki ayniqsa Rossiyadan podpischiklarimiz kechqurun 1-2 da ham telefon qilishadi. Joningiz sog' bo'lsin. Navoda telefonni ko'tarmasam, Telegramdan yozsanglar, SMS yozsanglar, o'zim qayta aloqa qilaman. Bir xil paytda klientlar bilan bo'lib qolamiz. Telefon yo'qda bundan syomkada bo'lib qolsak, telefonni ko'tara olmasligimiz mumkin, lekin обязательно harakat qilaman qayta telefon qilib ma'lumot berishga. Navoda avtomobil sotilsa, videoni anaqasiga yozib qo'yamiz, zagolovkasiga yozib qo'yamiz. Avtomobil sotildi deb yozib qo'yaman. O'sha paytda sotilgan bo'lsa, xudosi sotilgan bo'ladi. Agar
o'sha menyu ana asosiy anaqasida sarlavhasida sotildi deb yozilmagan bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, kimga nasib qilsa, bemalol kelib yana haydab ko'rib, test drive qilib, tekshirib olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, men o'zim haydab ko'rdim. Mashinaning sostoyaniyasi ham, yengilligi uchun ham narxi yaxshi narx qo'yildi. Yana telefon qilsanglar, xudo xolasa, sunnatdagi ozgina o'tib beraman. Pastda o'zim nomerlarimni qoldiraman, telefon qilib bemalol yana gaplashamiz. Joningiz sog' bo'lsin.